Assalomu alaykum, qadrli radio havaskor akalar. Stol ustidagi bardakka e'tibor bermaymiz. Tvorческий bardak. Bir necha yil oldin mana bunday bir ajoyib radio stansiya sohibi bo'lgan edim. Bu Midland Alan 100+. Dalnaboychilar uchun radio stansiya 90-yillardan andoza olingan. Bu radio stansiyani muammosi shunday ediki, AM modulyatsiyada na priyom, na передача ishlarida, FMda hammasi joyida. Hozir e'tibor bermaymiz, radio stansiya oyoq osmondan bo'layotibdi, chunki shu tomonga tekshirish qulay. Bu radio stansiyani aybi shundan kelib chiqdiki, mana bu yoqda AM modulyatsiya uchun modulyatsioniy transformator ishdan chiqqan ekan. Bu transformatorning o'rniga menga hech qanday transformator yo'qligi uchun bu transformatorni ochib qaytadan o'rashga qaror qildim. Shu ishni qildim akalar. Transformator mana bunday simdan o'ralgan ekan. Transformator oxirgi o'ramlarida izolyatsiyasi erib, qisqa tutashuv yuzaga kelgan ekan. Ko'rinib turibdi, salgina qoraygan. Transformatorni mana bunday bir yangi sim bilan o'rab chiqdim qaytadan. Qalinligi mana почти bir xil. Hozir mana tekshirib ko'ramiz. Bu yerda menda testoviy radio stansiya 27 MHz 135 kHz 15-kanal. Impulsli blok pitaniyada ulangan. Hozir mana 400 mA ikkita radio stansiyani tortayotgan toka akalar. Hozir mana efirga chiqaman. Shunga e'tibor bermaymiz, chunki radio stansiyalar juda yaqin ulangan. Yaqin turibdi bir-biriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ko'rib turganingizdek, eshitib turganingizdek передача ishladi. Priyom ham bor, tekshirib ko'rdim. Akalar, kimga ma'qul kelgan bo'lsa video, albatta kommentariyalarni yozib qoldirasizlar. Ma'qul kelmagan bo'lsa ham kommentariyalarni yozib qoldirasizlar. O'ylaymanki, ko'rsatib o'tgan, berib o'tgan ma'lumotim ozgina bo'lsa ham foydali bo'ladi deb e'tiboringiz